Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2025-yil 17-may. Bugun dam olish kuni Finlandiyada. 6 bozor kuni ish bo'lmaydi bu yerda. Shuning uchun biz ham dam olishga chiqdik. Finlandiya asosan shunaqa suvli ko'llardan iborat mamlakat. Bu yerda juda ko'p ko'l, dengiz, orollar juda ko'p Finlandiyada. Biz poytaxtda emas, Finlandiyaning boshqa bir shaharchasida yashayapman. Avvalgi kelgan yilimda Helsinkida yashaganman poytaxtda. Bu safar boshqa yerga ishga jo'natishdi. Bu yer ham endi shaharcha. Helsinkiga qaraganda ancha kichik ekan. Tomosha qilaylik deb bugun aylanib chiqdim ko'chaga. Tabiati zo'r Finlandiyaning. Chunki o'rmoni, dengiz, ko'llari ko'p mamlakat. Havosi ham shuning uchun juda toza. Ayni sayohat qilish uchun juda zo'r mamlakat. Va juda tinch mamlakat. Odami juda ham ko'p emas. Shaharda bo'lsa ham odam oz bu yerlarda. Unaqa gavjum shahar emas. Mana shu joylar ham suvning bir tarafiga qurilgan. Hop, u tomoni mana dalaga, o'rmonlik bo'lib ketgan bu tarafi. Finlandiyaning aholi soni 6 millionmi? Shunaqa. Bizlarda ancha kam bular. Tabiat juda chiroyli. Bugun dam olish kuni bo'lsa ham, ko'chalarda odam juda kam. Bu yerdan kim o'tadi? Mana ko'pirda yaqinroq ko'rsam, svetofor qo'yilgan. Ko'pir ochiladi. Bu yerdan kim qatnovi ham bor. Mayli, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Podpiska va like esdan chiqmasin, obuna bo'lishni unutmang.